안녕하세요, 여러분. 오늘 일찍 일어나려고 알람 설정 해놨어요. 근데 일어나지 못했어요. 운동하려고 헬스장에 갔어요. 저녁에 너무 피곤해서 집에 일찍 가려고요. Bugun ryogu grammatikasini o'rganamiz. Bu grammatika biror bir ish harakatini qilishdan maqsadini aytilayotganda ishlatiladi. Ikki xil holatda kelishi mumkin bo'ladi. Ikkita gapni bir-biriga ulab keladi. Yo bo'lmasam, gapni maqsadini bildirib, gapni oxirida kelishi mumkin bo'ladi. Birinchi holatda 아침에 일찍 일어나려고 알람 설정해놨어요. ertalab ertaroq turaman deb budilnikka qo'ydim. Yo bo'lmasam 운동하려고 헬스장에 갔어요. Sport bilan shug'ullanaman deb sport zalga bordim. Ikkinchi holatda esa, ya'ni gap oxirida kelgan holatda esa, 저녁에 너무 피곤해서 집에 일찍 가려고요. Kechga judayam charchaganim uchun uyga ertaroq ketaman deyapman. Xuddi shunaqa holatda ishlatiladi. Agarda tushunarli bo'lgan bo'lsa, siz ham 3 ta gap tuzib ko'ring, albatta esingizda qoladi. Annyeong.